Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003-yili 1-oyda birinchi qitim nashr qilgan tarixiy roman Anjambay. Avtori Nurrozi. 16-bob. Azobliq kunlar. 1944-yili Qum darvoza turmusi. Mahbuslar to'yli bulundan qaytib kelgili mana hozir 2 yildan oshdi. Shundan beri ular qish-yoz, issiq sovuq, qor yomg'irlarda sepil yamash uchun dumbalarda ham qish to'shmoqda edi. Jaraq juruq, sharaq shuruq qilgan kishilarning yerginishlik sat ovozlari, harbilarning g'ichirlashlari, zambil qatillarning g'isildashlari, mahbuslarning injiqlash, asirashlari, qiqilib unlik yutilishlari turma sepilidan qanqib o'tib, Qum darvoza atroflaridagi jamoatning yurakini ezib, jinini qaqishlatdi. Ular mahbuslarning bu echinishli holiga ichini og'irtib, urib ulug' kichik tinishatdi. Xudo, bandalaringning mushkulini oson qilg'aysan, deyishatdi. Anjambayning fahmicha, shu kuni qish to'shiyotgan mahbuslar 200 dan kam chiqmaydi. Besilgan qishlarning ig'irligidan harbilarning chaqlari sat g'ichirlab topiga petib qalatdi. To'qilma zambillarning chiviqlari cho'lib, qatillarning baldaqlari chiqib ketadi. Mahbuslar topa changdan demoqlari ichib tushkuratdi, yutilatdi. Ko'zlari mo g'uvalishib, bir-birini toniyolmag'idek bo'lib qilishgan edi. Ular asrab, injiqlab qadimini aran-aranla yutkaydi. Shundaqdimi, dorg'alar qamchilaridan qars chiqarib ularni xuddi pada haydagandek qo'g'laydi. Zulmatlik dunyoning la'nat tekkur bu g'alchilari shu kunlarda xuddi g'aljirlik kesiliga giribtor bo'lgan itqa o'xshash qutirab ketgan edi. Ular ochliq ham herib charchashdan mag'dursizlangan bu bechora mahbuslarni qamchilab tez mingishga zo'rlaydi. Navoda birari daldugunib yiqilib tushib, yana tirishib o'rnidan turvatsimi, vaqtib urib daslaydi. Bu dorg'alarni nasha xumari ana shundoq g'aljirlashtirib o'tgan edi. Ularga shu kunligi uchun ko'rsatib berilgan qish to'shib tugatilsa, bir chimdim nasha in'om qilib beriladi. Ular nashini to'la chekib, xo'rdilishib ketgan edi. Chiroyida odam siyaqi qolmagan, qonsiz zafiron, ko'zlari xunuq, xuddi alaslardek maymoq qaraydigan maxluqlarga aylanib qolgan edi. Shunga mahbuslar ulardan yerginatdi. Rahim shafqat tilamaydi. Ularga qarabmi qo'ymay, jahillik bilan oldiga chamdaydi. Kishilarga qilsang yomonlik, sanamu yo'qdir omonlik degandek, bu hayvon tabiatlik dorg'alarg'imi o'z qilmishiga yarasha yaxshi kun yo'q edi. Mahbuslarning urug' tuqqan al ag'inlari ularning tegishlik jojisini beratdi. Bulung pushqaq, ko'chi-ko'y qarang'u kechalarda mahbuslarni qiynag'anning sazoyisi qilib, rasa adablab, Allah tova degizatdi. Bu kimdo deb tunib bo'lg'icha ular g'oyib bo'ladi. Oqtimi, ko'ktimi ko'rinmay qoladi. Bunda g'oyibdan tayoq yegan dorg'alar qapoqlari yerilgan, yuz ko'zlari ko'kargan, ig'iz burunlari makchaygan, tishlari tushgan, sungan, xuddi kaltak yegan it quyruqini chatirqiga qisib olib, tumshqi yer tartishib qolgandek boshlari tushgan holda paydo bo'ladi-da, mahbuslarga unlikrak varqirashqimi petnolmay, xuddi suvga tushgan mushukdek shumshib oladi. Natijada bu yaramaslar qo'g'lanib, yana yengisi yangushlanadi. Bularningmi haddidan oshqanlari o'xshashla adabini yeb, uzoqqa qolmayla xuddi pustida yili chiqib ketgan to'pdek salpiyib qoladi. Lekin dorg'alarning hammasimi bundaq noahlilardan emas edi. Ularning ichida faqat jon beqish uchunla dorg'alik qilishga majbur bo'lganlarmi bor edi. Ular yaqin atroflarda o'zlarini paylab turgan boshliqlar bo'lmasa-la, mahbuslarga ichini og'ritgandek, ichinigandek qiyofatda qarab qo'yib, ulardan yiroqlab ketadi. Navoda paylab turgan nazoratchilar bo'lib qolsa, var-vur varqirab, jarqirab qo'yadi-yu, urmaydi. Kishin uning o'ng putini g'ajvatgan edi. O'shqining sal ustiga tingib qo'yilgan latining teshiga qon tepchib chiqib turadi. Qonga chaplashgan to'pa changlar qizil loyga aylanib qadamda bir tugidek
yerga qon eqib tushadi. U oqsaytdi. O'ng putini avaylab so'rab, so'l putini tizrak yo'tkaytdi. Lekin u qadamini har qatim yo'tkaganda Xudo urg'ur bu kishining qalpaqlab mixlangan chikki uchi bir-biriga taqishib olib, uning mingishiga kashla qiladi. Shundaqdimi u qadamini sal cho'ngroq ilib salsila, gejgisidagi qatilga bisilgan xishning ig'irligidan daldugunib ketadi-da, kishining ushlari bir-biriga jaraq-juruq so'qilib ketib to'xtab qoladi. Kishiga chetilgan axlat chavalarni yig'ib olib, to'plarni tozitib so'rilib olgan zanjiri shu hamon sharaq-shuruq uriladi. Jaraq-juruq apla chataq bo'ldi. Kishining ushlari yana so'qilib ketdi. U daldugunib guppida yiqilib tushdi. Dumbisidagi bo'ynigacha tizilgan xish serilib tushib, uning beshini besib oldi. Anjambay uningdan ko'zini uzmay neridan kelyotdi. U dumbisidagi xish besilgan qatilni yerga qo'ydi-da, yugurib uning qishiga keldi. Tizlinib o'ltirib uning beshini yo'ladi. Yuz, ko'z, ig'iz burunlaridagi to'pachang qonlarni surtdi. U xuddi uzunga yugurib yerib, demi kesilib qolgandekla teniqiga ulgurmay asiraytdi. U bir hazadan keyin ko'zini ochdi. Asirishimi asta-asta pasladi, lekin to'la yutilib ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Dal shu chaqda bir do'rg'a xirqirab yetib keldi-da, "Tur o'rnidan" debla u yigitni qamchida vaqishtib urishga boshladi. Lekin u yigit o'rnidan tura olmadi. Shundoq bo'lsa-mu do'rg'a alpazdan yanmay, texmu adab yanila u yigitning bosh ko'zlariga uriverdi. Anjambay ilojisiz holda do'rg'ining qamchisini kappada tutib oldi. "Sabr qilsizlar, begim, mana hozirla." Lekin do'rg'a uning gapiga quloq solmadi. G'azab bilan qamchisini silkib tortib olib, "Sening nima qaring?" debla varqirab, Anjambayning bosh ko'zlariga kuchab urib ketdi. Anjambay og'riqqa chidamay o'zini uyan-buyan qilsa-mu, to'xtamay yana uriverdi. Nashida imoni bulg'unib, odamgarchilik qalbidan chiqqan bu maxluq shu tapda xuddi g'aljir itqala o'xshab qolgan edi. Tishini g'uchurlatib, sim qamchisida uni uriverib, sholalari yiqib ketdi. Anjambay endi o'zini zadila tutolmay qoldi. U g'azab bilan do'rg'ining qamchisini kappada tutib olib, silkibla tortib oldi-da, qamchining sepini tizlabla sundirib o'tib, do'rg'ining yuziga otdi. Shu hamon do'rg'a jandarmalar uni o'rib olishdi-da, qo'liga ko'yza, putiga kishan silib qo'yibla, ishtirib opirib yana heliqi yolg'iz kishilik kamerga solib qo'ydi. Yolg'iz kishilik kamer yetishmaganligi uchun heliqi yigitnimi shu oqshimila Anjambay yotgan kamerga soladi. Shuningdan keyin Anjambay qayta xish to'shishga chiqmadi. So'roqqa aparmadi. Mushu qorong'u kamerda Xudoga urib nola qilib, heliqi yigitga hamra bo'lib yetiverdi. U yigit o'ttir bo'y, qaraqash, oq pishmoq, do'g'loq yuz edi. 25 yoshlar chamasida ko'rinadi. U gap qilmaydi. Faqat ko'zlarini yo'g'on echib, to'risqa qarabla yotadi. Anjambay gap so'rsa, u bilmayman degandek beshini uyan-buyan chayqab qo'yadi. So'roqqa minib chiqib ketadi. Lekin so'roqdan yong'anda o'zi mang'almoqligi uchun uni ikki jandarma darqirtib so'rab akirib tashlaydi. U behush holda xili uzoqcha ko'zini ocholmay yotadi. Uning badanidagi tayoq zarbasidan paydo bo'lgan yaralar kundan kunga ko'payib, yo'g'inab, yeringdab ketdi. Jandarma do'rg'ilarning kari bo'lmadi. U mushundoq ichinishli holda xili uzoq yetib qoldi. Keyin Avut ata boshlab kelgan tabiblarning dorilari uning yaralariga shifo bo'lib saqishga boshladi. Lekin teni bakla ojizlab ketganlikdan yo'limisa o'rindan turolmaydi. Uyan-buyan mang'almaydi. Keyin gundi paylar tabiblarni kirgili qo'ymadi. Shuning bilan uning kesili texmo ig'irlashib ketdi. Anjambayning uningga paypetek bo'lib ko'yinishi, ustixonlarini tutib, uvlab, o'ltirib, o'zining beshidan o'tgan ichinishliq kechirmishlarini so'zlab berishi u yigitni ta'sirlantirdi bo'lg'ay. Shuningdan keyin Anjambay gap so'rasa javob beradigan, ba'zida texi
o'zimi uningdan buni ko'chlab so'raydigan bo'lib qoldi. Bir kuni ikkisi mo'lishib o'ltirganda u yigit tuyuqsizda uningdan so'rab qoldi. Turmadan chiqsangiz nima ish qilasiz? Dushmanlarimdan intiqom olaman. Sizning dushmanlaringiz kimlar? Kim bo'ladi? Ashu zo'magarlar ham ularning arq tariki hukumat bo'lmamdi. Ulardan intiqomingizni qanday olasiz? Biri uchirsa birini, ikkisi uchirsa ikkini, uchini tepib olsam uchini, ish qilib dushmanlarimning hammasini ujuqtirib tashlayman. Qanday ujuqtirsiz? Kuchim, kallam, kaltak to'qmoq, pichoq, qilich, miltiq bilan. Shu tapda hayt desamla 50-60 og'inam yinimga hozir bo'ladi. Bulung pichoq tog' dalalarda yo'shirinib yurib, dushmanlarimning hammasini yo'qotib qisos olaman. Navoda kuchimiz yetmay qolsa, og'inlarimni boshlab ili tarafga o'tib ketaman. Shug'inisi bizga qo'rsqida umochi bor. Kallasi sagak bir boshlamchi bo'lgan bo'lsa, bak obdan bo'ladi. Biz maydonga tushsakla, undaq odammo tepilib qoldi deb o'ylab qilyapman. Esit, shundaq odam tepilsa, murodimga yetdim. Yigit ulug' kichik tinib jimmida o'ltirib ketdi. Ular atsi yana mundishib qoldi. Lekin yigitning holi xili past edi. Injiqlab hasratdi. Gili g'ijildab, xirqirab turib, aran so'zlaydi. Endi sizga ishondim, sizni tushundim. Qalbingiz pok ekan, vijdonli ekansiz, inqilob qilishga intildi ekansiz. Shunda ozodlikqa erish uchun kurash qilish, jang qilish kerak, jang. Faqat kurash, janglar bizni qutqizib, yo'roqlikqa chiqara oladi. Kurash, uningdan boshqasi hammasi quruq gap, oqmaydi. Menmo inqilob qilish uchun elidan bu yerga kelgan edim. Isit, maqsadga yetolmadim. Qo'chqarni setibatdi, tutilib qoldim. Aslida biz 10 odam edik. Sodgar siyoqida yasinib yurib harakat qilatdik. Kishilarni inqilob qilishga qo'zg'ash uchun tashviq qilatdik. Lekin bir-birimizni tonimaydik, bilmaydik. Har qaysimiz o'z oldimizga ayrim harakat qilatdik. Biz faqat bizni bu tarafga avatgan boshliqimizni la toniydik. U menga sizlar 10 odam, hammanglarning ayrim vazifasi bor degan edi. Jamoliddin Toshqo'rg'onga ketgan edi. Uning u yerga ketganligini mendan boshqa hech kishi hatto Qo'chqarmo bilmaydi. 10 odamning ichida mushu uchimizda bir-birimizni toniydik. Qo'chqar yo'qolib ketib, 10 kundan keyin meni tutib olishdi. Boshqa a'zolarni tepib ber deb kunda qiynaydi. Bilmayman desam, sodinsini hammin biladi, toniydi deydi deb meni qiynayotdi. Ular hatto Sadinning maxfiy nomi Qo'chqar ekanligini mo bilyapti. Tun yerim bo'lgan edi. Jinchiroq kamerining ichini g'uva yo'ritib turardi. Yigit birdam demini elib olib yana so'zlashga boshladi. Siz turmadan baldiroq chiqib ketishning yo'lini qiling. Jamoliddinni izlab teping. Uningga men degan ahvollarni doklad qiling. Boshqalarni xabarlantirib qo'ysin. Taqas bo'lsin. Jamoliddin igiz bo'yliq, qanşarliq, gavdilik odam. Sal oqsaydi. Siz mavu tugmini u chapanining yuqorqi birinchi tugmisini qo'li bilan ko'rsatdi. Ko'rsatsangiz, u sizga ishnidu. Uningdimi xuddi mushu tugmiga o'pmi o'xshash tugmidan yana biri bor. Mening ismim Turg'un. Toshqo'rg'onda yaqinda qurolli qo'zg'olon ko'tariladi. Shu chaqda uni texmo oson topa olasiz. Hey isit. Ashu ulug' kunlarni ko'rolmaydigan bo'ldim. Ah xudo, qani amsa tugmini uzib oling. Bu tugma bizning belgimiz. Anjambay u ko'rsatgan tugmini asta so'kib oldi. Bu tugmining orqa tarafida nihoyatda inchga sizilgan tugilgan mushtning surati bor edi. U suratning ostida ozodlik degan xat bo'lib, jinchiroqning g'uva yo'rg'ida so'z ko'rinib turardi. Shu arada chiroqning yig'i tugab o'chib qoldi. Birdamdan keyin yigit xart-xartildab chimib ketdi. Anjambay uni uxlab qolgan o'xshaydi deb o'ylab qoldi. Lekin atsi atiganda uning tiniqi to'xtab, teniningmi sovib qetib ketganligini ko'rib, cho'chib dam qetib turibla qoldi. Oradan 10 kun o'tib ketdi.
bir kuni atiganlikka bir do'rg'a Anjanbayga buyruq qildi. Küdü körpelerini yig'ishtir. Hammini o'zingninkinla. Naga bormiz? Eli bilasan. Anjanbay gangrab qoldi. Nemish bo'lgandi? Meni yolg'iz qayerga opirdigandi? Bu yaqinlarda biror ishning shapsimi bo'lmagan, ya undaq, ya mundaq bo'lmish degandek mish-mish gap so'zlarni mo anglamagan. Avut atimo hech nima demagan edi. Eliqi do'rg'a uni oldiq silib darvoza oldiga elib chiqdi. Ha, hamda bo'ldi. Sizlar bo'shandilar. O'ylarga kasli bo'ldi. Xo'sh. Anjanbay texmu gangrab turibla qoldi. U o'zining hamon bir kuni turmadan bo'shinib chiqadiganligiga ishonatdi. Lekin bundaq tuyuqsizlar qo'yib berilishini o'ylamagan edi. U bir hazardan keyin xuddi cho'chigandakla, "Bigim, to'xtasizlar, ijozat qilsizlar, mahbuslar bilan xo'shlashib olay", dedi. "Yo'q, bo'lmaydi. Belgilim shundoq. Xudoga shukr deb yo'llarga ravon bo'lsizlar, odamgarchilikni bilsizlar. Abdukarimxon Maqsumga yana u sharatlab tam tarafni ko'rsatdi. Og'ini birodarlarga salom rahmat desizlar bo'ladi." Anjanbay do'rg'a ko'rsatgan tam tarafga qaradi. Degandek, bir yanda Zunun apandi bilan Qosimbayning 3 otni yetilab, uni saqlab turganligini ko'rdi. Ular quchoqlashib ko'rishdi. Hal ahvol so'rashdi. Otlarga minib, go'ng'ur-mung'ur mungdashqach minib, Saman tarafga qarab yurib ketdi. Yo'l bo'yidagi etizliqlardagi sarg'aygan bug'doy bashaqlari yozning issiq g'urg'ur shamilida bo'shqina yelpinatdi. 16-bob tugadi.